Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Hop. Hozir Yo'l aka metallom bazani oldidan stanok ko'rib qoldik. Mana shu stanok sotiladi, srochni sotiladi. Hozir egalari tomonidan sotiladi. Bu stanok vodiydan olingan. Bu paltarashga loyg'ish apparati. Loyg'ish apparati shiniklari plus bu o'tgan yil olinganda shu bilan bir 15-20 kun ishlagan, tuk muammo bo'lganda 3 fazaga ishlagan. 11 kilovatli motor. Hamma narsasi rabochi ishlaydigan holatda turibdi. Tuk muammo bo'lgani uchun qolgani chiqarishmagan. Lentasi bu. Shu sababdan sotilyapti. Biz srochni sotiladi. Pul zarur, arzongaro narxda sotamiz. Xullas, video ostida telefon raqamda qoladi. Mana shu telefon raqamlarga murojaat qilib olishingiz mumkin. Ana endi bu stanok balonlarni chiroyli qilib damlab beramiz. Xo'p, mana kranbordga turibdi. Kranbordga reduktorlari ham eng baxtli reduktor va lenta. Lentasi o'zida, keyin meshalkasi, mana lentaning tagida meshalkasi turibdi. Meshalkasi ham kraskalar o'chmagan. Ular ko'p ishlamagan. Mana ko'p ishlagan bo'lsa, agar kraskalar o'chib ketgan bo'lardi. Mana xo'p, apparat 10 talik, ligrovka qiluvchi joylari 10 talik, dastak suruvchi dastaklari. Suradi. Bir qo'l bilan boshqaryapman. Suradigani joyida. Bu yerdan mana xo'p, tayyor g'isht chiqib kelaveradi bu yerdan. Bu yerdan kesib tashladi g'ishtni. Mana shu apparat srochni sotiladi. Tezroq aloqaga chiqqanlarga sotib yuboriladi. Bugungi chislomiz 5-may sanasi bilan mana shu video olinyapti. Nasib bo'lsa, Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanida videoda oldik. Mana shu apparat turibdi. Olmoqchi bo'lganlar, narx qancha deganlar uchun video ostida telefon raqamlariga chiqishingiz mumkin. Sotib yuboramiz. Mana hozir kranbord ustiga ko'rib qoldim. Egalari sotaveramiz deyapti. Tayyor, raboch holatda ishlatib beramiz. Mana shu o'zim bosh bo'laman ishlatib berishga. Bu meni taniydiganlar usta sifatida hamma biladi. O'sha kanalimizga har xil stanoklarni ishlab chiqaramiz. Bu stanok olgan kishi bemalol shu 3 faza tuk kerak xolos bo'ldi. Ishlagan raboch holatda shunday olib borib qo'yiladi, montaj qilinadi, boldiga qotiriladi. Gazini tepiriladi. Kuniga bir kunga hop, endi bilmadim, maksimum shu 10 mingta chiqarsa kerak. 10 mingta, 15 mingta chiqaradi.